Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Xabaringiz borki, 2021-yil 4-maydagi Vazirlar Mahkamasining 272-sonli qaroriga asosan milliy haydovchilik guvohnomalariga imtihonlarni topshirishda xususiy sektor jalb qilindi. Ya'ni Sirdaryo viloyatida Sayxunobod tumani Baxmalsoy mahallasida imtihon markazi o'z faoliyatini boshlagan. Hozirgi kunda milliy haydovchilik guvohnomalariga amaliy va nazariy imtihonlarni qabul qilish imtihon markazlarida amalga oshirib kelinmoqda. Ya'ni u yerda shaffoflikni ta'minlash maqsadida raqamlashtirilgan inson omilisiz ham nazariy ham amaliy imtihonlarni topshirishingiz mumkin. Sizlardan shuni iltimos qilib qolamanki, hozirgi kunda fuqarolarning oralarida ayrim firibgar fuqarolar tomonidan haydovchilik guvohnomalarini imtihonlarsiz olib beraman yoki imtihon markazlaridagi tanishlarim orqali olib beraman yoki yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidagi tanishlarim orqali olib beraman degan mazmundagi murojaatlar ko'payib ketmoqda. Shu sababli sizlardan shuni iltimos qilamanki, bunday firibgarlarning tuzog'iga tushmasligingizni va o'z bilim va salohiyatingizga ishonib, Sayxunobod tumani Baxmalsoy mahallasida imtihon markazlariga borib, imtihonlarni topshirib, tegishli namunadagi sertifikatni olganingizdan so'ng davlat xizmatlari markaziga borib, haydovchilik guvohnomalariga ega bo'lishlaringiz mumkin.